Assalomu alaykum, bizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlar, chorva ishqibozlar, yoki ishqibozlar. Bugun sizlarga 8-mart hammalar xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman jigarlar. Bizni kuzatayotgan ayollarni tabriklaymiz jigarlar. Xudo xolasa bugun Marhamat bozorimizdan bo'g'oz sigirlar sizlarga arzon qilib o'tamiz. Bu ekan nechta kez baraka bo'ldi bu? 35 million so'mga necha oylik ekan? Yaqina kunligi qolgan ekan jigarlar mana. Kunligi qolgan, ikkinchisini tug'ar ekan jigarlar. Bizning Chorva ikkinchisini tug'araga xudo qolsa jigarlar shu 35 million so'mga baraka bo'pti mana. Bozorga shvedlarimiz ko'p chiqdi xudo xolasa. Domla necha oylik ekan bu? 7,5 oylik. Necha pul ekan puli? 55 million. Birinchisigami? Birinchisiga bo'g'oz jigarlar 2,5 oylik. 55 million so'm kami bor ekan. Molni qaranglar, o'ta haybatli mol ekan, lekin bor. Mashmonda ekranga qo'yib qo'yamiz fonga jigarlar. Xullas bu molimizni 55 million so'mga berilmayapti ekan. 2,5 oylik bo'g'oz ekan jigarlar. Birinchisini tug'ar ekan. Xudo xolasa Germanskiy shved deysizlarmi, qanaqa o'zining nomini olaverasiz xudo xolasa. Lekin mol o'ta katta ekan. Bo'yi 1,5 plusiga bo'laverar ekan. 1.65 ekan. Orqalarini qaranglar jigarlar. Xudo xolasa mol o'ta tapalaq ekan mana. Jigarlar navbatdagi molimiz. Ojoba necha oylik ekan bu? Necha pulga bermadingiz? Necha pul baho aytdingiz? 25 million so'm baho aytilayotgan 8 oylik bo'g'oz molimiz. Ko'rib turgan bo'g'ozlar xudo xolasa. 8 oy. Jigarlar, bu necha oylik ekan aka? 7 oylik. Assalomu alaykum. Necha pulga bermadingiz? 20 million so'mga 7 oylik bo'g'oz. Nechinchisini tug'adi? 3-sini tug'ar ekan jigarlar 20 million so'mga berilmayapti 7 oylik bo'g'oz. Mana, nima deyapsiz jigarlar? Boyaga bular bo'g'ozmi? O'qor endi, omlashlar qiziqda. Ha, bo'l. Necha oylik bunisi? 10 kunda tug'adi. Ikkovi ham, pullari-chi? Ular 40 milliondan. 40 milliondan. Bunisi nechisini tug'adi? Buchi? Bu ham birinchisi. Jigarlar sizlarga onachilardan topib qo'ydim xudo xolasa. 10-15 kunda tug'adigan variantda yeli sopoldi bunisi. Ikkovi ham birinchisini tug'ar ekan xudo xolasa. Jigarlar molni ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Ikkov molimiz ham hajolat qilmaydigan ekan. Jigarlar mana 40 million so'mdan so'ralyapti ekan. Ikkovi ham birinchisini tug'ar ekan. Nomer aytib bazmi Hojibobo? Bo'ldi, bugun sotilib ketar ekan xudo xolasa. Boyaga necha oylik ekan bu? 9 oy to'ladi. Necha pulga bermadingiz? 24,5. Ikkinchisini tug'adimi? Ikkinchisini tug'ar ekan jigarlar 24,5 million so'mga bizning Chorva. 24,5 ga berilmaydi xudo xolasa. 8 oylik to'lib 9-oyga ketyapti ekan jigarlar mana. Voy aka necha pul ekan bu? Necha oylik? 7 oylik bo'g'oz nechinchisini tug'adi? 4-chisini o'ta tapaloq mol ekan jigarlar, lekin mana shu molimiz 35 million so'm kami bor ekan. Molimiz lekin o'ta seriozli ekan. Bu necha pul ekan? Necha oylik? Necha oylik ekan bu? 15 kunlik bor ekan degan. Nechinchisini tug'adi? 4-chisini tug'ar ekan jigarlar, shoxiga qarab aytib qo'yamiz molimizni mana. O'ta seriozli mollar ekan jigarlar. Bozorga xudo xolasa mol bozorimizdan narxlar ichida ko'tarilib qolibdi jigarlar. Ashnar internet olib kelaverasizlar. Boyaga necha oylik ekan bu? Necha pulga bermadingiz? 24 ga bermabdi jigarlar. Nechinchisini tug'adi bu? Nechinchisini tug'adi aka? Ikkinchisini tug'ar ekan, hali unajidan ekan jigarlar. Kelajagi oldinda ekan. Xo'p. Necha pulga bermaydi aka buni? Necha pulga bermadingiz boshlig'a buni? 33. Necha oylik? 5 oydan o'tgan. Nechinchisini tug'adi? 3-sini tug'ar ekan jigarlar mana ko'ryapsizlar. Orqa oldi keyin rasam mol qiladigan mol ekan lekin jigarlar. Avasini necha pulga bermadingiz? 33 ga chiqar unaqaga. Necha oylik aka? Arzonchi tog'am bugun. 8 oydan o'tgan. Nechinchisini tug'adi bu? 3-sini. Pulichi? 40 million so'm kami bor jigarlar mana. Mana shu molimiz o'ta yuvosh ekan mol bor. Eston variantdan so'raganlar. Aka necha pulga bermadingiz buni? 1,5 necha oylik? 8 oydan o'tgan 31,5 million so'mga berilmayapti ekan jigarlar mana. Masalan olayda mana shu qo'ron yorug'chi bo'lar. Mollarga go'zal ekan xudo xolasa. Jigarlar yaltirab turibdi.
Nechisini tug'adi dedingiz? Nechisini tug'adi? Ikkinchisini tug'adi ekan jigarlar. Necha pulga bermaysiz aka buni? 6 oy bo'lib qolibdi. 21. Necha oylik? 8 oylik bo'g'oz, 5 ta suti bor ekan. Nechisini tug'adi? 5-sini tug'ar ekan jigarlar mana molimiz. Xudo xolasa yemoq ichmoq solingdan javob deyapti. Jigarlar davom etamiz. Sizlarga arzon bo'g'ozlarni arzon qilishda davom etamiz jigarlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Boyaga necha oylik ekan bu? 9 oylik. Necha pulga bermadingiz? Necha pul boqadingiz? 30 million so'm baho aytilyapti. Ikkinchisini tug'ar ekan-a? Ikkinchisini tug'ar ekan jigarlar, mana 30 million so'm baho aytilyapti. Aytilgan baho muhim emas, kelib savdo qilib olaverasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Necha oylik ekan bu? 6 oylik. Necha pulga bermadingiz? Necha pulga bermadingiz? Necha pul baho aytdingiz? 30 million. 6 oylik bo'g'oz. Ikkinchisini tug'adimi? Bo'l to'shni bilinmas ekan. Jigarlar omam orqa oldigan chiroyli mol ekan. Bo'g'ozni video qilyapman-da. Boyaga necha pulga bermadingiz buni? 23 ga bermadingiz. Necha oylik? 6 oydan o'tgan ikkinchisini tug'adi ekan. Jigarlar mana. Bo'g'ozmi bu ya? Necha oylik? 1 oylik bo'g'oz. Etta qochib qolgan ekan jigarlar. Necha pulga bermaylar buni? 12 ga bermaylar jigarlar mana. Xo'p. Boyaga necha oylik ekan bu? 6 oy. Necha pulga bermadingiz? Pulini 18 qilishyapti. 18 million qilishyapti. Ikkinchisini tug'adimi? Ikkinchisini tug'ar ekan. Jigarlar 18 million so'mga berilmayapti ekan. Mashi bo'g'oz molimiz jigarlar. Boyaga bo'g'ozmi bu ham? Bo'g'ozmi? Necha oylik? Necha pulga bermadingiz buni? 11 million 500 ming so'mga mol berilmayapti ekan jigarlar mana. Mol qimmat deysizlar. Bozorda jigarlar arzon mollar ham seroq, xudo xolasa. Kelaverasizlar marhamat mol bozorimizga mana. O'zingizlar ko'rib turgan mollarlar, xudo xolasa savdolar avjida bo'lyapti jigarlar. Bo'g'oz mollarni video qilishda davom etamiz. Hoji aka necha oylik ekan bu? 4 oylik. Necha pulga bermadingiz? 25 million kami bor ekan. Ikkinchisini tug'armi, uchinchisinimi? Ikkinchisini tug'ar ekan. Jigarlar mana shu molimiz, xudo xolasa mana. Ketdi. Sizlarga Hoji bobo necha oylik ekan bu? Necha oylik? Necha pulga bermadingiz? Assalomu alaykum. 15 ga bermayapti. 15 million so'mga berilmayapti ekan jigarlar. Birinchisini tug'adi. Bo'ldi jigarlar, 15 million so'm berilmayapti. Jigarlar navbatdagi bo'g'ozimiz. Shularga necha pulga bermadingiz buni? Necha pulga bermadingiz? 15 million 500 qilar. Necha oylik? Bo'g'ozni qisirdan jigarlar qisirga o'tib ketdi. 15 million 500 ming so'mga berilmayapti ekan mana. Sekin bo'g'ozlarga qaytaveramiz endi jigarlar. Chorvaga necha oylik bu? Xudo xolasa 8-oyga o'tdi 7 oy. Bola teyaptimi? Odam topqoli. Necha pul ekan bu? 18 million berishyapti, 20 kam bor deyapmiz yani. 18 million berishyapti, 20 million. Bu taylarni qara, yelin so'm. Kami bor ekan. Oq yelin, oq tumshuq jigarlar. Mana o'zim yo'ldan mol qilaman degan omlashlar bizga. Bir siqim joyi qoldi. Boyaga necha pul bermadingiz buni? Buni 18 millionga savdo qilishyapti. Necha oy? 6 oylik birinchisiga, jigarlar, ikki molimizdan birinchisiga ekan, xudo xolasa mana 6 oylik ekan. Marhamat mol bozoriga kelaverasizlar, xudo xolasa. Mana. Aka necha oylikdan ekan bular? 8 oy, 1 oy, 7 oyda. Necha puldan bermadingiz? Jupini 50 million, 25 milliondan bergan. Birinchisini tug'ar ekan, ikkovi ham, birinchisini. Birinchisini tug'ar ekan. Jigarlar ikkovi ham o'ta tapala, yaxshi mollar ekan, xudo xolasa. Uyni usti qattiqqa to'ldiradigan mol bo'ladigan jigarlar mana oq quloq, oq tumshuq. Nargisi ham o'ta seriyoz mol ekan jigarlar mana. Ko'rib turgan molinglar. Aka necha pul bermadingiz buni? Necha pul? 20 million 500 so'm. Necha oylik? Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz ekan jigarlar. Necha pulga bermaylar buni?
27 ga. 27 ga necha oylik? 6 oy. 6 oylik suti ham bor ekan, ha? Bir bag'rsiz bor ekan, jigarlar mana. Kelaverasizlar marhamat mol bozorga. Necha pulga bermaylar buni? 25 so'rashyapti. Necha oylik? 7 oylik 3 litr sut bor 25 ga. Ikkinchisiga tug'ar ekan, xudo xolasa. Birinchisimi? Ikkinchisini tug'ar ekan. Jigarlar mana mana shu ko'rib turgan. Xudo xolasa molinglar. Boyaga necha pulga bermadingiz buni? Necha pulga bermadingiz buni? 26 millionga beraman. 26 million 500 ming so'mga beriladi. Necha oylik? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz ikkinchisiga, ha? Xudo xolasa ikkinchisiga bo'g'oz ekan jigar. Nimasini chiqaryapsiz? Bizning chorva. Jigarlar, shuning bilan efirlarimizni, videolarimizni yakunlaymiz. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Sizlar bilan buqalarni videolar olishga ketamiz jigarlar. Maksimal ham savdo bo'lsin ko'rib qo'y. Boyaga necha oylik ekan bu? Necha pul bermadingiz? Oldim hozir. Necha pul? 30 million so'mga 5 oylik. Birinchisigami? Birinchisiga bo'g'oz ekan. Jigarlar maksimal olinib. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Bizning chorva YouTube kanali bo'ldi.